Haligi gapirmay desang gapirging keladi. Gapiray desang xijolat bo'ladigan gaplar bor-da. Biz 6 o'g'ilmiz. Ikkinchisi menman. Dadam rabochiy odam bo'lgan. Bitta rayonning globug'i bo'lgan. Bu yoqqa o'tgandan keyin u diplomlar, u ishlar savodsiz holatiga kelib qolgan. Bu Sovet xatini tanimaydi. Turkiy xat o'qigan ular. Maktab shunaqa bo'lgan. Rabochiy bilan umr o'tgan. 60 so'm, 70 so'm, 75 so'mgacha oylik olgan. Odamlarni tomoni yopgan, g'ish quygan, suvoq qilgan, millalashib. Men ikkinchi o'g'ilman. 79-yil 14 yashar bolaman men. Meni mehnatimga, yordamimga dadam muhtoj. O'zi o'qitdi qo'ldan kelgancha, Alloh rahmat qilsin. O'qishga olib borib tashladi. Aytdikin, bolam menga sen keraksan. Kuching kerak menga. Dadamni ikkinchi turmushidamiz biz. Dadamdan men 30 yosh kichkinaman. Dadam 44 ga kirganda men kuchimga muhtoj emas 44 ga kirganlar, aytinglar o'zinglar. Qolgan ukalarim mendan keyingilar. Hujraga olib ketarkan o'qisam bo'ldi bolam. Men hamma narsani senga qilib beraman. Topganim seniki dedi. Hujraga borildi. Domlamiz rahmatlik. Dadam hajga bormagan. Qabul qilish shartini qarang. Siz bizga berishingiz uchun shart qo'yamiz dedi. Biz aytgan vaqtda bolangiz ketadi. Uni o'rtasida bolam ber demaysiz. Biz aytganda bolangiz uylanadi, o'rtada uylanmaysiz bolangiz. Bizning mehnatimiz ko'chada qolmasligini talab qilamiz sizdan. Toki biz o'qitib, tugatib, uyla orasiz deymiz, keyin qilasiz shu ishni. Shunga ko'nsiz tashlaysiz bolangiz dedi. Bo'ldi dedi. O'qib yurdik. Sho'xman, men o'zimga yarasha yoshligim biladiganlar kimligim biladi. Hujrada urishamiz.